Hech o'ylab ko'rganmisiz? Allohni eng rahimli zot deymiz, a? Eng hamma narsada buyugi Alloh deymiz. Nimaga unda insonga xato qilishga qo'yib beradi Xudo? Nimaga unda insonni xato qilib uni o'rtadan azoblanishga qo'yib beradi? Gap shundaki biz unutamiz. Biz unutamiz Alloh bor, bu dunyoda inson bor va ularning o'rtasida shayton borligini unutamiz. Shayton va Allohning o'rtasidagi ahdni unutamiz. Unutamizki Alloh barchasida eng buyugi ekan, ahdida turuvchilarning eng buyugi ham Alloh. Shayton bilan ahdi bor Xudo. İnsonga ixtiyor bergan Xudo. O'sha ixtiyor bilan inson shaytonni ham yo'lini tanlab biladi, rahmonni ham yo'lini tanlab biladi. Ixtiyor bizada, lekin rahim tushunchasida hech qanaqa shubhaga o'rin yo'q. Ming shaytonning yo'lida bo'ling, ming shaytonni aytganini qiling, birgina Xudoning yo'liga birgina qarash orqali, birgina tavba orqali barchasini kechiradi Xudo. Bundan ortiq rahimni qayerdan topasiz? Bundan ortiq rahim yo'q bu dunyoda. Shuning uchun ixtiyorni beribdimi Xudo? Tanlov o'zimizning qo'limizda. Nafas olar ekanmiz, tavba qilishga hech qachon kech emas.